Yuqumliq virus bilan yuqumlanganligini e'lon qildi. Lekin Wuhan shaharlik Sayya sog'lomlik komiteti 21-kuni kelganda ko'chiringlar Chistani aytib o'tay bugun 2020-yil 2-oyning 11-kuni haftaga seshanba. 21-kuni kelganda ondan 15 nafar tibbiy xodimlarning yuqumliq kasalni yuqtirib olganligini e'lon qildi. Avvalgisi doktorlar pash qildi, keyingisi hukumat taraf e'lon qilyapti. Bu yerda go'vingoy demakchi nima? Bu yerda bir maqsadni oydinlashtirmoqchi. Nemishqa ommaviy doktorlar avval e'lon qildi buni, hukumat sen nemish kechikib e'lon qilasan demoqchi. Mushu nuqtaga diqqat qiling, hurmatli vatandoshlar. Tordaşlar gumonlangan yadroluk mesele shuki, ilim-fan odamlar 2019-yili Tojikiston virusidan bayqalganligini, odamdan odamga yuqadiganligini qachon bayqadi? Bayqashni nemishqa chet eldagi jurnallarda e'lon qilib, buningdan burun haqiqiy ahvolni nemishqa Jungo fuqarolariga tanishtirmadi. Zhejiang Üniversitesi'nin profesörü Wang Limin gumon qilib undidardi mundaq dedi. Men tunji qatim xatosiz ko'rib ketgan paytda yangi tipli Tojikiston virusining odamdan odamga yuqadiganligidan iborat paket nemishqa maqsadlik holda yoshirib qilindi. O ayıplaştılar pozada mundaq sual koydu. Yuqumliq kasalni tizginlash markazidagi olimlar faqat bu maqolani e'lon qilish uchun sog'liq ma'lumotlarini sir tutib, tashqariga e'lon qilmay qo'ydimi? Yoki Wuhan shaharlik hukumat ba'zi ehtiyojlar tufayli sog'liq ma'lumotlarini e'lon qilishni chekladimi? U gumon qilib bundaq dedi. Birinchi qo'l materialga erishgan tadqiqotchi bo'lishinglar bilan sizlar jamoatdan 3 hafta burun bu virusning odamdan odamga yuqadiganligini bilgan turug'liq sizlar olimlar qilishga tegishli ishlarni o'rinlab ketardinglarmi? Uning bu deganlari va yozganlari torbatdan darhol elib etildi. Acayiplerine yerimiz şu ki, deydi Govingoy, Xi Jinping 1-ayning 20-kuni ifade bildirib, Wuhan virusini e'tirof qildi. Shundan keyin Wuhan yuqumliq virusi tadqiqotchilaridan Xi Jinping 2-oyning 3-kuni Angliya Tabiat jurnalida e'lon qilgan maqolasining vaqt islohot tartibi ham 1-oyning 20-kuni edi. Demek bu yazıcının günü bilen Xi Jinping'in günü birdeklayatılır. Bundan Jungo Pella Akademisi'nin tadqiqotchilari maqola e'lon qilib va gumon qilib Xi Jinping, Xi Jinping maqola e'lon qilgandan keyin yoki Wuhanda virus chiqib ketib, uninga taqobil turish tadbir yo'l qo'yilgandan keyin ondan Xi Jinping virusni e'tirof qildimi deyishdi. Bu deganlik Jungo Partiyasi Wuhanda virus tarqalgan eg'ir ahvolni bilib turibliq yuqumliq kasal virusi to'g'risidagi uchurni oshkor e'lon qilishni kechiktirdi deb tushuntirishga bo'ladi deganlikda. Diqqat qilyapsizlar vatandoshlar, sirning nima ekanligini. Yaqında yana bir paket o'tirg'i chiqdi. Bexatarlik opti bilan birga mavjud bo'lib turgan Wuhan P4 tajribaxonasi yuqumliq virusning kelish manbai bo'lishi mumkin deyildi. Yuqumliq virus balki mushu tajribaxonadan chiqib ketgan, balki bu tajribaxona Beijing doiralarining biokimiyalik harbiy qurollarni maxfiy ishlab chiqarishiga munosabatli. Hindiston olimlari allaqachon Wuhan virus oqsilining qo'shilganligini, Wuhan o'pka yollig'ini keltirib chiqargan virusning Jungo Partiyasining biokimiyalik harbiy quroli ekanligini dalillagan. Ondan başqa chet ellarda bir qanchilgan olimlar Wuhan virusining hayvonlardan kelmaganligini, bu virusning Wuhan tajribaxonasidan kelganligini bevosita ko'rsatdi.
Mesela Amerikalı doktor James Lawrence Wheeler IPLK Wuhan torbitide Wuhan tacısıman virüsünün geliş menbi doğrusunda mavzuluk makal ilan kılıp mundaq görsetti. Elek Pakistan ispatlılıki yeni tiplik tacısıman virüsünün gen grupsi biriktirilgen yeni tertip. Tecrübe harada biriktirilgen. Biriktiriş mudda maksatları nait enik ki biyokimiyelik harbi kural virüs yani bakteriya yasap çıkıştın ibaret. Lekin şu cümle bu virüsün tecrübe hanadan çıkıp ketmegenligi doğrusu özünün ceni bilen kapalet kılıdığanlığını bildirgen emesmidi. Devamını anlayış hürmet vatandaş.